So'zingizdan bitta gapirib qo'ying aka. Shu. Dunyoda eng xavfli til bu sherri tili ekan. Sherri tili nimaga qanday xavfli ekan bilasizmi? Yo'q, eshitmagan. Yegan o'ljasini terisini tushirib olar ekan. Sher. Sherri tili. Undan ham xavfli til bor ekan. Aha. Bundan ham xavfli til bor ekan. Nima ekan bilasizmi? Qanday? Shunday so'zlar borki, tiriklarni tiriltir. Shunday so'zlar borki, yo'q. Shunday so'zlar borki, o'liklarni tiriltir. Aha. Shunday so'zlar borki, tirik insonni o'ldir. Endi u yog'ini o'ziga chiqarasiz. G'alabes aka. Sog' bo'ling do'stim. To'xtaymiz. Men aka bitta noldan o'qiyman deb padarka qilishim menga o'zbek men ruscha o'qishni bilmayman lekin aka. Mana ko'pchilik erkaklar uchun bir maslahat sizga sovg'amiz. Aka ham bitta padarka qildi. Mana kitob biz ham o'qib ko'ramiz aka. Bo'ldi aka, maza qilib o'qib chiqasiz. Bunga ko'p vaqt ham ketmaydi. Yaxshilab bir o'qisangiz yarim soatda o'qib chiqasiz. Ha, bo'ldi aka. O'qib olib keling, yana yaxshi. Ishlaringizga omad aka. Sizga omad. Rahmat aka, sog' bo'ling, sog' bo'ling.